Nima uchun bermaslik kerak degan narsa tug'ilgani qiziqdi, masalan. O'zi oldinlari bu haqida gapirmadim va bu oxirgi transformatsiyamdan keyin qaror berdim. Nimaga? Oldinlari insonlarga bu qiziqmas degan fikr bor edi va tanadagi jarayonlarning hammasi kasallik deb qaralishi kabi baribir qaysidir iqrorliklar bor edi-da. Bu o'tgan jarayonimda hech qanday vrach yordamisiz o'tishimga to'g'ri keldi. Men murojaat qildim albatta vrachlarga. Turkiyada kirmagan joyim qolmadi deyishim mumkin-da. Hamma analizlarimiz toza. Hammasi toza, lekin men tanamda jarayon bor. Va tushunib yetdimki, bu oyning yana bir yuqori darajada perexodi ketayotganida va buni yorib o'tdim. Tushundimki, ko'p narsani boshqa rakursi borki, insonlar bilmaydi va qiynalib o'tyapti. Gormonlar bilan, og'ir dori-darmonlar bilan, amaliyotlar bilan, qiyin tekshiruvlar bilan, davlatlardan vrachlar taklif qilinadi yana. Ya'ni ba'zi bir shunday jarayonlar borki, ongiza darajasiga ko'ra buning yechimi sodda ekanligini ko'rdimki, nega buni aytmay? Yechimlarim bu qadar sodda ekan, nega buni aytmay? Balki menga o'xshab qiynalganlar bordir. O'zini tanasidagi jarayonni kasallik deb o'ylayotganlar bordir. Bu kasallik emas, shunchaki oyning keyingi bosqichga bo'lgan perexodi ekanligini, uyg'onishning yana bir keyingi transformatsiyasi ekanligi va bu shu qadar shirin jarayon ekanligi, buni natijasida yana neyronlaringiz porlashi, chaqnashi ketayotganini nega aytmay? 3 yil oldin aytmaganim sababi insonlarga qiziqmas, davolansin, dorilar bilan yordam bersin. Hozir ham qarshi emasman bunga. Qilish kerak, kimga kerak bo'lsa. Lekin hamma uchun emasligini aytmoqchiman buni. Ortiq ba'zi insonlar, ba'zi oyindagilar uchun yechimlar farqli ekanligini aytmoqchiman. Siz qaysi rakursdan qarashingizga ko'ra vaziyatlarning yechimi umuman boshqa joyda. Yetarki siz kengaying va bu javobni o'zingizdan toping.